Tramp bu ikki bombardimonchilarini ishga tushirdi. Eron esa Avram Linkolnni nishonga oldi. Urush hal qiluvchi bosqichga kirdi. Rossiya Eronga sahna ortida jiddiy yordam bermoqda. CNN. Dubayda atigi 10 kunga yetadigan oziq-ovqat mahsulotlari qoldi. Tramp Eron haqida kutilmagan bayonot qildi. Demokratiya shart emas, faqat AQSh va Isroil bilan kelishuv kerak. Isroil Bayrutni bombardimon qildi. Eronga qarshi urush ko'lami kengaydi. AQSh va Isroil zarbalari oqibatida 1332 kishi halok bo'ldi. Eronning BMTdagi doimiy vakili. Dunyo siyosatini biz bilan faol kuzatib borayotgan tomoshabinlarga assalomu alaykum. Videoga like bosing va fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Erkaklar, e'tibor qiling. Agar sizni tez-tez peshob kelishi yoki pastki qorin sohasidagi noqulay og'riqlar bezovta qilayotgan bo'lsa, yechim mavjud. Sedanachi Muxtor milliy brendidan Prastamix. Turkiyalik tajribali urolog Yunus Tur tavsiyasiga asoslangan ushbu mahsulot Turkiya an'analari va zamonaviy yondashuv uyg'unligida ishlab chiqilgan. Tarkibida 17 xil shifobaxsh giyohdan iborat kuchli formula jamlangan bo'lib, ISO va halol sertifikatlariga ega. Sog'likni ertaga qoldirmang. Hoziroq qo'ng'iroq qiling. Prastamixni tanlang. O'zingizga bo'lgan ishonchni qaytaring. Tramp bu ikki bombardimonchilarni ishga tushirdi. Eron esa Avram Linkolnni nishonga oldi. Urush hal qiluvchi bosqichga kirdi. Raketalar yana uchdi. Dengiz, havo va quruqlik frontlari bir vaqtning o'zida alangaga o'raldi. Mojaro tobora kengayib, strategik nishonlar ochiq zarbalar ostiga tushmoqda. Eron harbiylari yer-dengiz turidagi raketani AQShning Avram Lincoln aviatashuvchisi tomon uchirganini ma'lum qildi. Bu xabar tasdiqlansa, mojaroda ilk bor AQShning eng muhim dengiz kuchlaridan biri to'g'ridan-to'g'ri nishonga olingan bo'ladi. Aviatashuvchilar odatda butun bir harbiy flot markazi hisoblanadi. Shuning uchun bunday zarba urushning dengiz fronti ham keskinlashganini anglatadi. Shu bilan bir paytda Eron ballistik raketasi Saudiya Arabistonidagi Shahzoda Sulton aviabazasiga zarba bergani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Bu baza AQSh va ittifoqchi kuchlar uchun mintaqadagi muhim operativ nuqtalardan biri hisoblanadi. Zarba mojaroga yana bir davlatning strategik hududi jalb etilayotganini ko'rsatmoqda. Vaziyat keskinlashayotgan bir paytda Riyod diplomatik yo'lni ham ishga solmoqda. Bloomberg ma'lumotlariga ko'ra, Saudiya Arabistoni mojaroni kengayib ketishining oldini olish uchun Eron bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqalarni kuchaytirgan. Yevropalik rasmiylar saudiyalik diplomatlar Tehron bilan yopiq kanallar orqali keskinlikni kamaytirishga harakat qilayotganini bildirgan. Bu urush fonida diplomatiya ham yashirin tarzda harakat qilayotganini ko'rsatadi. Iroq hududida ham yangi zarbalar qayd etildi. Eron AQSh armiyasi bilan bog'liq bo'lgan Kellogg Brown va Root muhandislik logistik kompaniyasi obyektiga hujum qilgani aytilmoqda. Basra viloyatidan tarqalgan tasvirlarda hududda kuchli yong'in ko'rinmoqda. Bu zarba harbiy bazalardan tashqari logistika infratuzilmasi ham nishonga olinayotganini anglatadi. Fors ko'rfazining boshqa nuqtasida ham portlashlar qayd etildi. Eron Ba hududida joylashgan AQShning Patriot havo mudofaa tizimi obyektiga zarba berganini ma'lum qildi. Jarohatlanganlar haqida rasmiy ma'lumot berilmadi. Biroq hujum mudofaa infratuzilmasining o'zi ham nishonga olinayotganini ko'rsatmoqda. Shu payt AQSh zarbalari ham keskinlashdi. Ma'lumotlarga ko'ra, B-2 strategik bombardimonchilari Tehrondagi rejimga tegishli obyektlarga hujumlarni boshlagan. Eng og'ir zarbalardan biri Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi shtab-kvartirasiga berilgani aytilmoqda. Agar bu tasdiqlansa, bu Eron harbiy rahbariyatining markaziy boshqaruv tizimiga qaratilgan eng jiddiy zarbalaridan biri bo'ladi. Shunday qilib, mojaro yangi bosqichga kirib bormoqda. Dengizda aviatashuvchilar nishonga olinmoqda. Ko'rfaz davlatlaridagi ba'zilar zarba ostida. Tehron ustida esa strategik bombardimonchilar paydo bo'ldi. Har bir yangi zarba frontni kengaytirib, mojaroni tobora nazorat qilish bilan qiyin bo'lgan darajaga olib chiqmoqda. Rossiya Eronga sahna ortida jiddiy yordam bermoqda. CNN. Rossiya Eronga AQSh harbiy kuchlarining joylashuvi va harakati haqida razvedka ma'lumotlarini uzatmoqda. Bu Moskva Eronga qarshi urush fonida bevosita ishtirok etayotganini ko'rsatuvchi ilk ma'lumotlardan biri hisoblanadi. Qayd etilishicha, berilgan ma'lumotlarning katta qismi Rossiyaning sun'iy yo'ldoshlari orqali olingan tasvirlardan iborat. Ularda AQSh qo'shinlari, kemalari va harbiy samolyotlarining joylashuvi aks etgan. Hozircha Eron tomonidan amalga oshirilgan aniq bir hujum Rossiya razvedkasi ma'lumotlari bilan bevosita bog'liq ekani tasdiqlanmagan. Biroq so'nggi kunlarda Tehron dronlari Pentagon harbiylari joylashgan bir necha hududlarga zarba bergan. Masalan, Kuvaytdagi harbiy obyektga qilingan dron hujumida 6 nafar amerikalik askar halok bo'ldi.
Ayrim razvedka manbalari bu holat Rossiya va Eron o'rtasidagi yaqin hamkorlik davom etayotganini ko'rsatishini ta'kidlamoqda. Shu bilan birga AQSh razvedkasi Xitoy ham Eronga moliyaviy yordam, ehtiyot qismlari va raketa komponentlari berish imkoniyatini ko'rib chiqayotgani haqida ma'lumotlarga ega. Biroq Pekin hozircha urushga to'g'ridan-to'g'ri aralashmagan. Xalqaro pozitsiyasi nisbatan ehtiyotkor. Pekin Eron neftiga bog'liq bo'lgani sabab urush tezroq tugashidan manfaatdor. Pentagon ma'lumotiga ko'ra, Eronga qarshi AQSh harbiy amaliyotida 50 mingdan ortiq harbiy xizmatchi, 200 dan ziyod jangchi samolyot va 2 aviatashuvchi ishtirok etmoqda. Washingtonning asosiy maqsadi Tehronning ballistik raketa imkoniyatlarini yo'q qilishdan iborat ekani iddao qilinadi. Dubayda atigi 10 kunga yetadigan oziq-ovqat mahsulotlari qoldi. Yaqin Sharqdagi davom etayotgan mojaro global savdo oqimlariga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Hayt nashrining ma'lum qilishicha, logistika sohasidagi yetakchi kompaniya Kuchne Plus Nagel bosh direktori Stefan Pol ma'lumotlarga ko'ra, global havo yuk tashish bozori hozirda o'z quvvatining taxminan 18% ni yo'qotgan. Dubaydagi yangi oziq-ovqat mahsulotlari faqat atigi 10 kunga yetadi deb ogohlantiradi Pol. Vaziyat ayniqsa yangi mahsulotlar, meva va sabzavotlar uchun xavfli bo'lishi mumkin. Chunki mintaqadagi ko'plab davlatlar importga juda bog'liq. Agar mojaro uzoq davom etsa, logistika menejerining so'zlariga ko'ra, ta'minot zanjirida jiddiy uzilishlar yuzaga kelishi mumkin. Nazariyot jihatdan Saudiya Arabistoni orqali transportni amalga oshirish mumkin bo'lsa-da, mavjud imkoniyatlar bir konteyner kemasining yukini qoplash uchun yetarli emas. Bunday kema odatda 20 mingtagacha konteyner tashiy oladi. Bu hajmni avtomobil transporti bilan qoplash deyarli imkonsiz. Yevropada hozircha urush ta'siri nisbatan cheklangan bo'lib, faqat energiya narxlari sezilarli darajada oshgani va ta'minot zanjirlarida ba'zi uzilish kuzatiladi. Dubay va boshqa yirik savdo markazlarida do'konlar yopiq yoki minimal xodimlar bilan ishlamoqda. Bu esa biznes va turizm sohalariga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Tramp Eron haqida kutilmagan bayonot qildi. Demokratiya shart emas, faqat AQSh va Isroil bilan kelishuv kerak. Qo'shma Shtatlar rahbari Tramp Eronda hokimiyat almashinishi masalasiga to'xtalib, mamlakat demokratiya yo'lidan borishi shart emasligini bildirdi. Uning fikricha asosiysi yangi rahbar adolatli boshqaruv olib borishi, shuningdek AQSh va Isroil bilan munosabatlarda konstruktiv pozitsiya tutishi. Yetakchi bu haqda CNN telekanaliga bergan intervyusida ma'lum qildi. Trampga ko'ra, so'nggi harbiy amaliyotlardan keyin Eronning harbiy salohiyati jiddiy zaiflashgan. Mamlakat bir hafta avvalgi holatidan keskin farq qilayotgani ta'kidlangan. Shu bilan birga yangi rahbarni tanlash jarayoni murakkab bo'lmasligi aytilib, bu holat Venesueladagi hokimiyat almashinuviga qiyos qilingan. Intervyu davomida Eronda diniy rahbar hokimiyatga kelishi ehtimoli ham istisno etilmagan. Agar bunday shaxs adolatli siyosat yuritsa va mintaqadagi davlatlar bilan barqaror munosabat o'rnatsa, bu sodir bo'lishi mumkinligi urg'ulangan. Yaqin Sharqdagi vaziyat haqida gapirar ekan, Tramp AQShning harbiy amaliyotlari muvaffaqiyatli kechayotganini aytgan. Ayni paytda neft narxlarining o'sishi vaqtinchalik holat ekani, bozor tez orada barqarorlashishi mumkinligi tilga olingan. Shuningdek, Eron harbiy dengiz kuchlari katta yo'qotishlarga uchragani qayd etilgan. Suhbatda Kuba masalasiga ham e'tibor qaratilib, bu davlat ham yaqin kelajakda Washington bilan kelishuv izlashi mumkinligi iddao qilingan. Shu bilan birga ichki siyosatda eng muhim masalalardan biri sifatida saylovchilarni identifikatsiya qilish to'g'risidagi qonunni qabul qilish zarurligiga e'tibor qaratilgan. Isroil Bayrutni bombardimon qildi. Eronga qarshi urush ko'lami kengaydi. Juma kuni Isroil Bayrutning janubiy tumanlarini bombardimon qildi va butun hududni evakuatsiya qilishni buyurdi. Bu haqda Reuters xabar bermoqda. Qayd etilishicha, bu harakat Isroil va AQSh bir hafta oldin boshlagan Eronga qarshi urushni sezilarli darajada kengaytirishiga olib keldi. Hizbulloh 1980-yillardan beri Livan siyosatida kuchli ta'sirga ega bo'lib, ayni hafta Oyatulloh Ali Xameneining o'limiga javoban Isroilga qarshi o't ochgan. Isroil armiyasi butun tun davomida Bayrutga 26 ta zarba berganini va Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan Hizbulloh qo'mondonlik markazlari va qurol saqlash omborlarini nishonga olganini ma'lum qildi. Biz ko'chalarda uxlashga majbur bo'ldik. Ba'zilar mashinada, ba'zilari ko'chada, ba'zilar plyajda, dedi 43 yoshli bayrutlik Jamal Seyfiddin. U Bayrutning janubiy tumanlaridan qochib poytaxt markazidagi ko'chalarda tungi soatlarni o'tkazgan. Isroil tarix davomida Livanga bir necha bor tahdid qilgan. Eng so'nggi marta 2024-yilda Hizbullohni zaiflashtirgan bombardimon kampaniyasini amalga oshirgan edi. Ammo juma kundagi zarbalar Bayrutdagi urush tarixida oldingi tajribalar bilan solishtirilganda misli ko'rilmagan darajada kuchli bo'lgani aytilmoqda. Isroil aholini Bayrutning janubiy hududini tark etishga chaqirgan. Avvalgi kampaniyalarda faqat kichik hududlarda evakuatsiya talab qilingan edi.
Bayrutni bombardimon qilish bilan bir vaqtda Isroil Tehrondagi infratuzilmani nishonga olish maqsadida Eronga qarshi yangi zarbalar berishni boshlagan. Isroil hududida ham portlashlar eshitilib, Isroil mudofaa tizimi Erondan kelayotgan zarbalarni yo'q qilishga harakat qilgan. Eronning Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi Tel Aviv markazini nishonga olgan raketa va dron operatsiyasini amalga oshirganini ma'lum qilgan. AQSh va Isroil zarbalari oqibatida 1332 kishi halok bo'ldi. Eronning BMTdagi doimiy vakili. Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroil tomonidan berilgan zarbalar oqibatida Eronning kamida 1332 nafar tinch fuqarosi qurbon bo'ldi. Bu haqda Islom Respublikasining BMTdagi doimiy vakili Amir Said Iravani jurnalistlarga ma'lum qildi deya xabar bermoqda TASS. Diplomatning aniqlik kiritishicha, bu ma'lumotlar Eron Qizil yarim oy jamiyatining so'nggi hisobotiga asoslangan. Eronvoyning so'zlariga ko'ra, AQSh va Isroil tomonidan boshlangan urush tufayli Eronda 180 dan ortiq bola halok bo'lgan. Shuningdek, minglab odamlar jarohatlangan. 20 dan ortiq maktabga ziyon yetgan. AQSh hamda Eron rasmiylari Jenevada 26 fevral kuni uchrashgan edi. Unda AQSh tomoni Fors davlatiga yadro dasturi bo'yicha keskin talablar qo'ydi. Tehron garchi bu urushga olib kelsa ham tinchlik maqsadlarida uranni boyitish huquqiga ega ekanini qat'iy ta'kidlab, har qanday hujumga, jumladan mamlakat hududiga beriladigan cheklangan zarbaga ham javob qaytarishini bildirdi. Tramp muzokaralar natija bermasa mamlakatga hujum qilish bilan tahdid qildi. 28 fevral kuni AQSh prezidenti Tramp Eronga qarshi keng ko'lamli harbiy amaliyot boshlaganini e'lon qildi. Shu kuni Isroil Tehrondagi bir qator obyektlarga, jumladan Oliy rahnamo idorasi yaqiniga zarbalar berdi. Hujumlar oqibatida Xamenei vafot etdi. Bunga javoban Eron Isroil tomon 30 ga yaqin ballistik raketa uchirdi. Bir vaqtning o'zida AQShning Qatar va Bahrayndagi harbiy bazalariga zarba berdi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.